Bu dunyo yolg'on dunyo, halol va haromdan iborat. O'lim haq, barchamiz bir kun u dunyoga ravona bo'lamiz. Bu dunyodagi mol-u dunyo uchun ko'zimizni ko'r qilib, qabr azobidan xabardor bo'laylik azizlar. Bu hikoyamiz bo'lib o'tgan voqea asosida. Bundan 5-6 yilcha avval qishloqda qo'shni qishloqdagi Orif qassob degan odam qazo qilibdi degan noxush xabar bizning qishloqqa ham yetib keldi. Dadamning aytishlaricha, rahmatli Orif qassob o'sha qishloqning obro'li odami bo'lgan ekan. Xabarni eshitib, qassobning yaqinidan tanigan yoru birodarlari janozaga otlanishdi. Janozadan so'ng Orif qassobning mayitini qabristonga qo'yib kelishdi. Ertasiga judayam qo'rqinchli xabar butun tumanga tarqalib ketdi. Kecha qabristonga qo'yilgan mayitning jasadi yer yuzasiga chiqib qolgan emish. Bundan qo'rqinchli va noxush xabar yashin tezligida hamma tomonga tarqalib ketdi. Kimdir it olib chiqib qo'ygandir-da, desa, yana kimdir bunda bir gap bor deb mulohaza qilishdi. Orif qassobning o'g'li bir ikkita jiyanlari bilan birgalikda yer yuzasiga chiqib qolgan dadasining jasadini yana o'z joyiga qo'yib kelibdi. Indiniga esa yana qo'rqinchli xabar bo'laladi. Qassobning jasadi yana yer yuzasiga chiqib qolgan emish. Ushbu ayanchli holat 2-3 bor takrorlanavergach, marhumning o'g'liga qishloqning oqsoqollari tuman markazdagi jome masjidi imomidan maslahat olishni ta'kidlashibdi. Qassobning o'g'li mahalla faollari bilan birgalikda imomning huzuriga boribdi va bo'layotgan noxush holatni aytib, u kishidan maslahat so'rabdi. Shunda imom marhumning o'g'liga savol berib, "Dadangiz qanday odam edi?" "Yaxshi odam edilar, domla", deb hayron bo'libdi o'g'il. "Hayotliklarida nima ish bilan shug'ullangan edilar?" "Esimni taniganimdan beri qassobchilik bilan shug'ullanar edilar." "Birorta nojo'ya harakatlarni sezganmidingiz?" so'rabdi yana imom. O'g'il yerga qarabdi. Nima deyishini bilmay qolovlanib qolibdi va holatini kuzatib turgan imom yana so'z otibdi. "Ayting jiyanim, aytmasangiz dadangizni jasadi qo'nim topmaydi." "Mayli, o'zingizga aytsam." Sekingina yoniga yaqinlashib izn so'rabdi o'g'il. Atrofdagilar odamlar yashirinadigan siri borligini sezib, bu voqea ayanchlidir. Odamlar marhumga nima sababdan bunday bo'layotganligini bilishi kerak. Ularga ham bir ibrat bo'lsin. Ochiq oydin yashirmay aytavering jiyanim, ko'pchilikning duosi bilan marhumning jasadini o'z joyiga qo'ya olamiz, debdi. O'g'il biroz o'ylanib o'tirib, aytmaslikning iloji yo'qligini payqab so'z ochibdi. "Dadamizning nafslari biroz ustun edi. Allohdan hayiqmasdilar. Pul bir muncha ko'zlarini ko'r qilib qo'ygandi. U kishi uzoq qishloqlardan eshak xarid qilib, o'sha yerni o'zida hech kim bilmaydigan pana joyda o'sha eshakni so'yib, go'shtini olib kelib, mol go'shtiga aralashtirib odamlarga sotar edilar. O'tirganlar birdaniga astag'firulloh deb baqirib yuboribdi. Xayf sendek insonga, deyishibdi. Imom ham ko'zlarini yumib ingrab yubordi. Bir muddat jim turib o'tirganlarni tinchlantirdi va o'g'ilga shunday debdi: "Jiyanim, dadangiz badnafs inson bo'lgan ekanlar. Harom qilingan narsani odamlarga, qo'ni-qo'shnilarga inom qilib yuborgan ekan. Mana shu sabab uni yer o'z bag'riga qabul qilmayotgan ekan. Afsus, afsus", deb nadomatlari chekibdi.
Endi uka, odamlar ko'z o'ngida katta bir novvosni so'yib qon chiqaring va odamlarga tekinga tarqating. Ulardan dadangizni kechirishini so'rang. Gunohlarni afv etishni so'rab duo qilsinlar. Zora Alloh dadangizni gunohlaridan kechib, jasadlarini huzuriga qabul qilsalar, deb maslahat beribdi. O'g'il imomning aytganlarini qilib bo'lgach, dadasining jasadini yana qabrga qo'yibdi. Va ana o'shandan so'ng uning jasadi tinch bo'libdi.